akamiz bilan har doimgidek Musaffo kirib ketyapmiz, hozir ko'ramiz. Musaffo Family, Lenskiy ko'chadagi filial. Assalomu alaykum, hormanglar aka. Qayoqqa o'tiramiz aka? Xo'p, bizga aka qora choy, limon choy ichamiz. Qoraga navbat limon. Uyg'urlarni maqtashadi-yu. Bo'ldi aka. Aytganingiz aytgan, deganingiz ekan. Tatib ko'ringlar deb keladi. Hozir ko'ramiz. Endi biz ochiqchasi gapiramiz, chunki biz reklamaga yo degustatsiyaga pul olmaymiz. Mutlaqo bepul bizniki. Biz kelib tatib ko'ramiz xolos. To'g'rimi aka? Rahmat. Cho'poncha bering menga bo'lmasa. Bitta no, keyin bitta salat qo'shib olib keladi. Sejim? Bora. Sejim. Rahmat. Yo'q, hozircha yo'q. O'zi Uyg'urlarni yemoqchi edim. Tugab qoldi. Endi yaxshi narsa tez tugatdi. Yeb ko'ramizmi? Bismillah. Olma go'shtlari likada ham ushlasam dona bo'lib ketyapti. Cho'ponchasi ham zo'r ekan. Qo'yli ekan. Baddan hozir 60 ming aka yeb olay. Allohu akbar. Mashina avvalo ya. Ha bu. Aka rahmat, charchamanglar, xo'p. Alhamdulillah. Nima bo'ldi aka, yoqdimi uni? O'zingiz aytdingchi-man, bizga pul berishmagan. Yomonini ham aytasiz, rostini ham aytasiz, yolg'onini ham aytasiz. Yoqdi beshtek. Faqat sizni lekin Uyg'urlarni yegiz keladi. Ha, Uyg'urlarni yegim keladi. Orasizlar bizga yoqdi. Xo'p, Musaffo Lenskiyning boshidagi filiali. O'zingizlar bilasizlar, mana bu yoqda Zahiriddin Muhammad Bobur haykali Lenskiyda.